Assalomu alaykum aka-ukalar. Esingizda bo'lsa, mana shu quyonimiz tug'olmay qolgan edi. Buni biz veterinarga olib bordik. Bitta bolani tug'ib, ikkinchi bola tushmay qoldi qornidan, juda katta o'sib ketgani hisobiga bola tiqilib o'lib qoldi. Keyin doktor baraka topsirlar, keserva qilib bolani olib berdilar, qonini kesib. Xuddi odamni qanaqa qilsa, shunaqa qilib olib berdilar. Mana taxminan bir 8 kun bo'ldi operatsiya bo'lganiga. Har kuni bir mahal perevязка qilishadi. Mana o'sha yaralari bitib, xudo xolasa mana ustiga ham nimchalarini ham yechamiz yaqinda. Oxirgacha bitib olsin. Yo'q. Tegi qattiq bo'lib turibdi mana. Choki baribir sal qattiq bo'lib turadi. Mana quyonchilikda mana shunaqa operatsiyalar ham bo'ladi. Endi bu quyon qimmatga kelgan, Germaniyadan kelgan. Gap qimmatligida emas, misol uchun qanaqangidir quyonni ham shunaqa holat bo'lsa borib operatsiya qildirsak yaxshi. Quyonni oldidagi vazifamizni bajargan bo'lamiz egasi sifatida. Perikis qilgandan keyin nima qilib betadingmi? Tezroq quritib, tuzatib, aniq qiladi. Mana shu o'zlari qilib qarab mashta. Bu joylarni yalamaslik uchun baklashkadan qo'l bilan kesib qo'ydik. Bunga mushulada mana shu operatsiya qilsa, nimadir qilsa, shuna gaplar. Uchishmasa ham bunga. Shuni og'zini ko'radi.